Avvalambor assalomu alaykum barchaga do'stlar. Mana bu videoni ko'ringlarda, men ungacha shu videoga izoh berib o'taman. Hop, do'stlar, Rossiyada ishlab yurgan, kuryerlik qilib, dastavkalik qilib yurgan aka-ukalarimiz shu qonunga bo'ysunib to'g'ri yurishlarini so'rab qolaman. Sabab mana bu stressdan kelayotgan, yo'ldan yurayotganda bir shofyor to'xtab bu bilan sen noto'g'ri yuryapsan deganda u bir-biriga so'kinishib, mana o'zingni ko'rib guvohi bo'lyapsizlar, hatto bir-birini yuziga musht tushirgan. Hamma yerda do'stlar qonun ustuvor, bular haq. Sizlar o'zga yurtda sizlar ming hamma narsani, dokumentlaringni joyida bo'lgan taqdirda ham sizlar bu yerga begonasizlar. Shuning uchun do'stlar, nima deydi, o'zga yurtda qonun qoidalariga dokumentim joyida-ku deb turib, bu yer fuqarolarga musht ko'tarishga harakat qilmaydi. Baribir sizlar yutqizasizlar bunaqa holatda. Shuning uchun bu videoni like bosib tarqatib qo'ying. Musofirda yurgan, kuryerlik qilayotgan aka-ukalarimiz ogoh bo'lsin. Bunaqa ish qilishmasin. Sizga shtraf qiladi, zapret qiladi, o'zingizga minus bo'ladi. Albatta bu videoni like bosib, podelitsiya qilib tarqatib qo'ying. Kanalga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman.